Afg'oniston poytaxti Kabulda aerodrom joylashgan rayonda portlash yuz berdi. Taliban amaldori Reuters agentligiga kam deganda 90 kishining qazo qilganligini aytgan. Dastlabki xabarlarga qaraganda 140 dan ko'p odam yaralangan. Bir Amerika amaldorining aytishicha, bu o'zini qo'shib portlatish xarakterli hujum ekan. Dunyoning har qaysi joylarida Xitoy virusiga qarshi kurash kuchayotgan bir paytda Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi virusning kelib chiqishi to'g'risidagi munozaralar davomlashmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining qurol-yarog' kontrol qilish bosh direktori Feng Song muxbirlarga Amerika asossiz holda Xitoyni koronavirusni tarqatish bilan ayblasa, Xitoydan keladigan qaytarma hujumga tayyor turish kerak dedi. Qozog'istonning janubidagi Jambil o'lkasining Bayzakov rayoniga joylashgan bir harbiy qismining o'q to'ri skladida portlash yuz berdi. Portlashda 60 dan ko'p odam yaralangan bo'lib, atrofdagi kishilar tarqoqlashtirilgan. Qozog'iston davlat mudofaa ministrligi bir harbiy qismning o'q to'ri skladida shu yer vaqti 7 atrofida portlash yuz berganligini e'lon qildi. Amerika Moderna dorigarlik shirkati tarafidan ishlab chiqarilgan Xitoy virusi vaksinasi qachilangan bir qism botolkalarda g'ayri moddalar bayqalgandan keyin Yaponiya taxminan 1,630,000 vaksinani ishlatishni to'xtatdi. Yaponiya Sog'liqni ministrligi e'lon qilgan bayonotda birdan ko'p vaksina emlash rayonida texi eg'izi ichilmagan Moderna vaksinalarda g'ayri modda bayqalganligi o'tirg'a qo'yildi. Türkiye Hamkorlik va Moslashtirish organi TK tarafidan Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda qurgan 72 karavotli Qirg'iziston-Turkiya do'stlik doktorxonasi bemorlarni davolashga boshladi. Xitoy hukumati boshqarishidagi Tangirtaq to'rining 24 avgustdagi xabarda aytilishicha, hozirga qadar Sharqi Turkistonning har qaysi nahiya va shaharlaridagi Koni shahar nomida atalgan rayonlardagi 1600 dan ortiq mahalla chiqib tashlangan. Bu rayonlardan ko'chirilgan aholi bo'lsa 200 mingdan oshgan. Navbatda Xitoy hukumati buni bir turlik jiddiy vazifa qatorida texnik keng ko'lamda ijro qilishni ta'kidlamoqda ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligining bir qismi bo'lib, bir yoqdan Uyg'urlarning milliy kimligini aslatadigan barliq shaylarni yo'q qilmoqchi bo'layotdi. Yana bir tarafdan, mushu orqali Sharqi Turkistonga kelkunda ko'chib kelayotgan Xitoy oqqonlariga o'ltiroq makoni yaratmoqchi bo'layotdi. Bu yil 26 avgust Anadoluning darvozasini turklarga ochgan Malazgirt zafarining 950 yilligi. 1071-yili 26 avgust Selçuklularning hukmdori Alp Arslan zo'r g'alabani qo'lga keltirdi. 950 yil ilgari Vizantiya imperatori Diogesini mag'lub qilgan Alp Arslan turklarga Anadoluning eshigini ochdi. Tarixning musofasi o'zgardi.